34 yil kutdik va nihoyat erishdik. Biz jahon chempionatidamiz. Endi nima haqda orzu qilamiz va nima haqda hazil qilamiz? Rahmat, QVZga keldingiz. Biz juda ham xursandmiz va mana shu QVZ bilan kollaboratsiya qilyapsizlar-ku. Mana bu QVZning hakamlaridan ham olib borib bir sharhlatinglar. Masalan, mana Moldovan olib boringlar, ertaga yil klassikoni sharhlasalar qanaqa bo'ladi? Misollar endi. Men Vinusdan ko'p narsa kutgandim desa. Yana. Это все для вас, opajonim. Va nihoyat 4-o'yinda erkagi молодец. Rahmat. Bo'ldi, nastroying ham ko'tarilib oldi. Maza qilamiz endi.